Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Konstitutsion qonunning bu matlabi har bir fuqaroga daxldor. Undan foydalanish imkoniyati shahar markazlaridan tortib tumanlarning olis hududlarida ham teng ta'minlanishi kerak. Shuning uchun ham yurtimizning barcha manzillarida uzluksiz ta'limning har xil turlari va shakllarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Masalan, so'nggi yillarda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari qatorida ham son, ham sifat jihatdan yuqoriladi. Natijada chekka hududlarda ham maktabgacha ta'lim va tarbiya olishning muqobil shart-sharoitlari yaratildi. Deylik, bugungi kunda birgina Pop tumanidagi oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 287 taga, ularga qamrab olingan bolalar soni salkam 7000 nafarga yetdi. Bu shundan dalolatki, tadbirkorlar orasida o'z sarmoyasini ta'limga yo'naltirish ishtiyoqi tobora ortib bormoqda. Masalan, poplik tadbirkor Zulayho Abdullayeva tumanning Yuqori Chodakbosh mahallasida istiqomat qiladi. Mazkur mahalla esa viloyat markazidan 100 chaqirim, tuman markazidan esa 30 chaqirim uzoqda. Chotqolning Qurama tizmasi etaklaridagi tog' oldi hududda joylashgan. Bundan 2 yil avval Zulayhoning sa'y-harakati bilan ochilgan ushbu bog'chada bugun 25 nafar kichkintoy tarbiyalanmoqda. Mahalladoshlarimizning taklifiga binoan bog'chani ochganmiz. Hozir 25 ta bola bor. 2 kishi ish bilan ta'minlangan, tarbiyachimiz va tarbiyachi yordamchimiz. Yaxshi sharoitlarimiz iloji boricha yaxshi qilishga harakat qilganmiz. Tashqarida ayoz, qalin qor bilan burkangan ona tabiat qishning hukmi ostida, ammo ichkarida yozning tafti, issiq va rohatijon sharoit. Bunday sharoit bolajonlar uchun o'ta muhim. Tarbiyachi Muhsina Azimova kichkintoy shogirdlarga ilk qadamdan mashg'ulot o'tadi. Halitdan zukko va dono bolalar o'z ustozlaridan olamni anglashning ilk sabog'ini o'rganishadi. Bu jarayonlar hur va farovon yurtning farzandlari qay makondan manzil topmasin, sog'lom va bilimli bo'lib ulg'ayayotganlaridan darak beradi. Bultur edim 6da, yoshim yetmay qoldida. O'qishga olishmadi, maktabga yozishmadi. Yillar yurmas ketiga, bu yil toldim 7ga. Endi katta boraman, men maktabga boraman. Men yozishga tapa-taxt, 5 olishga qildim ahd. Har kun sanayman bir-bir, qachon kelar sentyabr.